Konsultatsiyaga hali vaqtli bo'lganligi sababli biz gostinitsa tanlashga bordik va bu protsess juda ham qiyin bo'ldi va oxiri shu gostinitsada to'xtadik. Ozgina dam olib, klinikani mashinasi yana keldi va biz konsultatsiya uchun Max Daily klinikasiga yo'l oldik. Keyin doktorlik xonasiga shoshildik va ko'rib turibsizki, bu yerda juda ham o'chirt ko'p. Vaqtdan unumli foydalangan holda men sizlarga Max Daily klinikasini obzor qildim va videoni batafsil YouTube'ga yana bir marta joylaymiz. Keyin orqaga aytganimda переводчикimiz уже kelibdi va bizga aytdiki, уже oradan 2 soat vaqt o'tdi va biz doktor konsultatsiyasiga borishimiz kerak. Chiqqanimizda ko'rganimizdek, odam juda ham ko'p va biz orqaga qaytib ketdik, chunki anketa ochtirishimiz kerak. Anketani mana to'ldirish jarayonini sizlarga ko'rsatdik va barchasini kompyuterga qo'ydirdik va keyin orqaga bordik. Orqaga qaytganimizdan keyin ham o'chirt juda ham ko'p va bizani o'chirt hali ham kelmagan. Va oxiri bizani o'chirt keldi. Shunda ham doktor ozgina kutib turdi va konsultatsiya jarayoni boshlandi. Doktor aytdiki, o'tgan safargi operatsiyadan ozgina muammo bo'lishi mumkin va biz petga tushishimiz kerak. Konsultatsiyadan so'ng ozgina iftor qilib olish uchun bordik, iftorlikni ham qildik va gostinitsaga orqaga qaytib ketdik. Shu bilan kunimiz tugadi.